Chet eldan kelgan daromadlar bo'yicha juda ham ko'plab savollar tushyapti. Bizga banklardan berilgan ma'lumotlar asosida o'rganganimizda soliq deklaratsiyasi taqdim etmagan bo'lib turgan holatlarni biz analiz qilib dasturga yuklaganimizga avtomatik ravishda o'sha 1-apreldan keyin 10 kun ichida soliq xodimlarini vakolati bor o'zlari deklaratsiya taqdim etishga, o'zlari hisoblashga. Chet eldan olingan daromadlar bo'yicha avtomatik ravishda bizning ma'lumotlar bazasida soliqlar hisoblangan. Ko'plab murojaatlar bo'lyapti. Qanaqa qilib bizga soliq hisoblanib qoldi? Nimaga soliq hisoblanib qoldi? O'zidan o'zi soliq hisoblanib qoldi. Men hech qanaqa daromadim yo'q edi-yu degan vajlar keltirilmoqda. Lekin biza mana sani bankdagi valyuta hisob raqamingga shuncha valyutada pul mablag'lari kelibdi, asoslantirilgan ko'rsatkichlarni ko'rsatib ularga aytyapmiz. Endi ular keyin aytyapti, bo'pti, bu meni chet eldan o'zimni pulim, men o'zimni pulimni o'tdan bu yoqqa yubordim. Nimaga menga soliq hisoblanadi degan holatlar ham bor. Yo'q, u o'zingizning pulingiz bo'lgani bilan siz u yerda chet eldagi yuridik tashkilotlardan kelayotgan pullar valyuta hisob raqamingizga kelib tushyapti. O'sha valyutadagi hisob raqamingizni ko'rib soliq hisoblaymiz. To'lov manbaida daromad solig'ini hisoblash deydigan soliq kodeksida tegishli moddalar bor. To'lov manbaida, demak, yuridik shaxsdan chet eldan keldimi, biz avtomatik ravishda soliq hisoblaymiz. Agar asoslantirilgan hujjatlar bo'lsa, yo'q, bu meni korxonam, demak, bu meni komandirovka xarajatlari edi yoki bo'lmasa institut uchun, chet elda o'qish uchun O'zbekiston to'lagan pulim, chet elda o'qiy olmadim, qaytib keldi, vazrat bo'ldi, ya'ni qaytib keldi. Davolanish uchun $10,000 yuboruvdim, shu $5,000 ga davolandim, $5,000 qaytib keldi degan asoslantirilgan hujjat bo'lsa, deklaratsiya taqdim etish orqali ushbu hisoblangan soliqlarni kamaytirsa bo'ladi.